Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga aprel oyida kutilayotgan 1 oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda bu yil aprel oyi quruq ob-havo bilan boshlanadi. Harorat oyning birinchi 10 kunligida +22-32 darajagacha ko'tariladi. 7-10 aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Oyning 2 va 3-10 kunliklarida harorat kechasi +2-7 daraja, kunduz kunlari 10-15 darajagacha o'zgarib turishi mumkin. Oyning 2 va 3-10 kunliklarida harorat kechalari 8-13 darajadan 2-7 darajagacha, kunduz kunlari 25-30 darajadan 10-15 darajagacha o'zgarib pastlashi kutilmoqda, deyiladi xabarda.